Atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to'g'risidagi qonunning asosiy maqsadi atom energiyasidan foydalanish xavfsizlikni ta'minlash uchun huquqiy baza yaratish, yadroviy xavfsizlik mexanizmlarini joriy etish hamda fuqarolar va atrof muhitni muhofaza qilishdir. Davlat atom energiyasidan tinchlik va xavfsizlik maqsadlarida foydalanishga alohida e'tibor qaratadi. Bu sohada aholi salomatligi va atrof muhitni muhofaza qilish, atom obyektlarining xavfsizligini ta'minlash hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish asosiy ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi. Shuningdek, milliy yadroviy infratuzilmani rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish ham davlat siyosatining muhim qismi sanaladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida xavfsiz va samarali foydalanish bo'yicha yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi mas'ul organ hisoblanadi. U sohadagi davlat organlarini faoliyatini muvaffaqlashtiradi, dastur va loyihalarni ishlab chiqadi hamda ularning bajarilishida ishtirok etadi. Shuningdek, agentlik radiatsiya va yadro xavfsizligini ta'minlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash, malakali kadrlar tayyorlash hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlarida faoliyat yuritadi.